bugun ana shu anchadan buyon ana shu sumkaga har kuni 2000 so'mdan ehson uchun deb tashlab borayotgan edim. Mana ko'rsataman hozir shu kun shu sumkadagi pullarni ko'rsatamiz. Buni sanamayman. Buni o'zi bir yilda ochib mana bu ehson qilaman deb plan qilgan, reja qilgan edim, lekin Allohim shu ko'nglimga soldiki, bir insonga ber deb ko'nglimga soldi. Shuni shu etib shu insonga etib xursand qilish niyatidaman. Sizlar ham har kuni 2000 so'mdan mana ehtiyojlar, mana nimalar yetgancha, qurblar yetgancha har kuni tashlab boringlar bir joyga. Ana shu o'zlaringizni ehson qilguvchi deb his qilasizlar. Allohim sizlarga barakasini yana beradi. Ana shu har kun o'zlaringizni mana xursand bo'lasizlar. O'zlaringiz 2000 so'm hech kimga ko'plik qilmaydi-ku, masalan, hech kimga og'irlik qilmaydi-ku, to'g'rimi? Ana shu uchun hammalaringizga tavsiya qilib qolaman. Juda zo'r texnika bu ham. Juda zo'r, savobli ish. Kimnidir xursand qilasizlar. Sog' bo'linglar.